Basharasi, qo'rsan. Uy! Og'ridi. Qo'rqitib yubordingiz-ku? Nima qilyapsan? Ha, turibman. Mana qara, kechga ketayotganda bir o'zing ketasan? Kechga ketayotganda bitta gapim bor. Qanaqa gap? Kechga ketayotganda aytaman dedim-ku. Og'ritding. Xo'p. Voy, qarang. Shunaqa yigiting bo'lsa bormi? Katta qora mashinasi hamma joyga olib borsa, hamma narsalar olib bersa. To'g'rimi? Xurshid aka. Ha? Katta qora mashinada sayr qalay bo'ldi? Ustundan ko'rmang. Nima qilibdi? Og'ziga gap yo'q. Ha, bo'pti. Qayerga bordinglar? Hazillashdim, jahling chiqmasin. U odamlarni qo'ysang-chi. Bunaqa odamlar sen bilan menga o'xshaganlarga qaramaydi. Undan ko'ra atrofingdagilarga, bundoq qara, atrofingga qara. Atrofimda latta bilan taxtadan boshqa hech narsa yo'q-ku. Qo'ylar dotida erkakka qarab. Charchadim bugun. Umuman yoqmayapti hazilizam. Bo'pti, mayli. Ha, aytgancha, boya bitta gap aytaman dedingiz-a, nima? Ha, qo'yaver, muhim emas. Ayting. Anaqa shanba kuni o'rnimga navbatchilik qilib tura olsammi demoqchi edim. Ha, o'mi? Ha, bo'pti, xo'p. Bo'pti. Rahmat. O'le latta da bu. Bir yildan beri bitta sovg'a bera olmaysan, Xurshid. Shuni bersang nima qiladi? Mayli. Bir gap bo'lar.